Minecraft olami biz o'ylagandan ko'ra anchayin kattaroq va sir-sinoatga boy olam. Biz Minecraftga kiramiz, daraxtlarni kesamiz, qisqasi yashab qolish uchun harakat qilamiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Minecraft olami biz o'yinga kirgunimizcha doimo bo'sh bo'lganmi? Buzilgan portallar, oxirigacha yakunlanmagan shaxtalar, sirli tilda gaplashadigan qishloqlar va ularning azaliy raqiblari qaroqchilar. Eng qizig'i shundaki, bizdan avval Minecraftda kimdir bo'lgandek go'yo. Nether portallar. Ular oxirigacha yakunlanmasdan yarmida tashlab ketilgan. Portal oldida esa sandiq bor. U yerda oltin va yondirgalka yasash uchun kerakli flint va temir bo'lakshalari bor. Lekin ular kimniki? Kim u yerga bu buyumlarni tashlab ketgan? Miflarga asoslanadigan bo'lsak, eski versiyadagi bir o'yinchi portal qurgan. Bu portalni ishga tushirgan. Nether olamidan qaytib kela olmasligini tom ma'noda tushunib yetganda o'z buyumlarini aynan mana shu narsalarni portal oldiga sandiqqa solib ketgan. Bu buyumlar asosan portalni yoqish uchun ishlatilinadi va avvalgi o'yinchi buni bilgan va yangi o'yinchi uni qutqarish uchun barcha kerakli narsalarni tayyorlab ketgan deyiladi. Va albatta bu mif. Rasmiy manbalarda esa portallar o'yinchilarni og'irini yengil qilish uchun qurilgan. Buzilganining sababi esa o'yinchilarga osonlik bilan o'yinni yutib qo'ymaslik uchun shunday qilingan. Qolgan bo'laklarni esa o'zingiz qidirib topib, portalni yana butun holatga keltirib, Nether olamiga borishingiz mumkin. Portallar-ku mayli, lekin shaxtalar ham oxirigacha yakunlanmasdan tashlab ketilgan. Lekin nimaga? Yer ostidagi shaxtalar, ustunlar, relslar va sandiqlar. Bu narsalarni na qaroqchilar va na Steve qura oladi. Bundan chiqadiki, bu shaxtalarni ham xuddi bizga o'xshaganlar qurgan. Ular ham qiziqishgan, izlanishgan va rivojlanishgan. Lekin bir kun shaxtalar ichida ikki ko'zi oq rangda bo'lgan, xuddi Steve kabi ko'rinishda bo'lgan Herobrine ismli shaxs yoxud arvoh hammani o'ldirdi va shaxtalar ham yarim tugatilgan chala holda qolib ketdi. Biz ham shaxtada yurgan vaqtimizda ora-orada Herobrine ovozlarini eshitib turamiz. Shunday ekan, siz ham shaxtada yurganingizda ehtiyot bo'ling. Qishloqlar biz uchun xuddi do'stdek ko'rinadigan, gapirishni bilmaydigan NPC moblar. Ular uy qurishadi, rivojlanishadi, savdolashishadi, hattoki oila qura olishadi. Lekin ular gapira olishmaydi. Go'yoki ular bizdan katta sirni yashirib yurgandek. O'yin davomida biz ularning qishloqlariga ko'p duch kelamiz va biz kelishimiz bilan ular ko'p vaqt o'tmasdan qochib ketishadi. Ular ko'p narsadan boxabar qolib ketgandek, eski sivilizatsiya bilan yashayotgandek edi. To'g'risi ham olmos zumraddan qimmat ular uchun. Bu rostdan ham juda g'alati. Lekin nima bo'lsa ham ular bizga anchagina va ko'p narsalarga yordam berishadi. Qaroqchilar, ular qishloqlarga juda o'xshash, lekin juda ham tajovuzkor, g'azabli va tirnog'igacha qurollangan shaxslar. Minecraft olamida ikki xil shaxslar bor. Ularning biri yaxshilikni tanlagan, ikkinchisi esa yovuzlikni va ular asrlar davomida bir-biriga kuchli raqib bo'lib kelishgan. Minecraft o'yinida ham siz ularni jangini ko'rishingiz mumkin. Shunchaki reyderlarni yo'q qilib qishloqqa boring va ular berilgan damlamani ichish kifoya. Qarabsizki, qishloqda haqiqiy jang boshlanadi. Har bir jarangdor va urush ovozini beruvchi tovushni eshitgan har bir qishloqi o'z uyiga qochib kirib ketadi. Siz esa qishloq aholisini qutqarib qolishingiz kerak va barcha qaroqchilarni yo'q qilganingizdan keyin qishloqda sizni buyuk jangchi deb tan olishadi va sizga buyumlarni arzonroqqa sotishadi. Qisqa qilib aytganda, o'yin zerikarli emas. Undagi har bir detalning o'z siri bor. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz Minecraftni sevib o'ynaymiz, chunki bu o'yin barchamizni tarbiyalagan yagona o'yindir.